işte yuraslanış. Ko'chat bozor, novqat. Moy giloslar. 50 tamam. 50 dedi bana zor dedi. Bayağı 150 degan endi. 5 tasini tashlab berasiz, 45 tasini pul beradi. Dekan qo'yib beradi bu yerda. 150 dedi. Dediler sen bir degende beri vergende oldu dediler. Pul çoğaldı mı sen vereceksin o kartı. Sen üstünmedin ne dedin? Sen kelle işte vereceksin. 50'den beri öyle. Endi 52 gram kalasın. Endi 52 gram kalasın o zaman. Bunu ikinci. Bana anam bir. Var mı? 52 gram kalasın. 5'te qo'sh berasiz dedi. Abduvosil. Qo'sh beraman. Bu ketini topta verasiz de qo'yadi. Ahmet aka. Yotib turisizlar. Qaraklar ko'rinadi. Mana shu gilos. Nech pul oldi endi 50 tasi? Endi keragi bilan beradi. U suva geldi. Keragi bilan oladi. Keragi bilan ketdi. Abduvosil. Yo'q o'ylama bor ekan. Abduvosil. Nech puldan ketdi endi? 200'dan? 200'dan yeteceğim ben değilim ben. Sen 10 marta koptuğunu ekip buraya. Adam 1000 so'm qo'shib qo'ydim edi. Nechta ko'chat olyapsiz, ova? 150 ta. 150 tasi nech pul berdingiz? 30 ming, 1000 so'm qo'shib 31 ming qo'shib qo'ydim navoya qo'ydim. Bering 150 tasiga, bering. 100 ga berib chaqirib keldim. Mana endi chetda ekan. Onu avam aytdi, chaqirib kelaymi dedi. Mana men sen puldan qoldim dedim. Kim kelsin dedi. Har dollar ketdi. Har dollar ketdi mana. Abduvosil berish kerak edi. Az bu gapni chaq. Jelibdan o chaq. Mana men ko'chatni berib yubordi 3 ming so'mga. Sen berishingiz kerak edi. 30 ming so'mga berishdi. Choy ichgan ketdi. Bu chuq berish kerak edi. Gilos. Berma aka. Berma aka. Bas, qara, kelma.